kiyg'izishdan maqsad ana shu to'y tomoshadan, bunday o'yin kulgudan, ana marosimlardan, masalan, tug'ilgan kun yoki bo'lmasam to'y tomoshalardan bormasdan ana shunga nima oza tutganda, ozoni belgisi bo'lgan, ko'k. Oq bo'lsa yaxshilikni belgisi bo'lgan. Oq kiydi bir yilda bo'lgani bilan keyin bir yildan keyin ham bolalari har doim ehson qilib ota-onalarini yo'qlab turadi. Bu marosimga o'sha mahallani ham chaqiradi, oqsoqollarni. Keyin nima mozorga borishadi, Qur'on o'qiydi. Yaxshi ayol edi opam. Endi biz mana shu opamga bag'ishlab xatni Qur'on Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. Va la ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Va la ilaha illalloh. Allohu akbar. Subhanalloh. 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 Ilohim odamlardan o'tganlarga, mashg'ul ochib turganlarga, shundan qaytib kelganlarga, hamma bolalarga insof bersin, doim shulardan tinch bandiniga bosh etgan yeriga